Mana 27-fevral nima bo'lmoqda? Mana hozir nima bo'lmoqda? Eron Ormuz bo'g'ozini yopdi aziz do'stlar. Tankerlar harakati 100% dan 0% gacha tushib ketdi. Bu narsani xaritada ko'rishimiz mumkin. Ormuz bo'g'ozi aziz do'stlar, mana bu yerdagi harakat hech qanday kema bu yerdan suzib o'tgani yo'q. Bu live rejim. Hamma kemalar chap taraf yoki o'ng tarafda turibdi. Bu yerdan hech kim suzib o'tgani yo'q. Ana endi kelinglar biz quyidagi videoga e'tibor beramiz. 27-fevral kundagi harakatga bir e'tibor bering. Qarang, qanchalik ko'p harakat. Mana 27-fevral nima bo'lmoqda? Mana hozir nima bo'lmoqda? Mana 27 o'sha 28-fevral. Mana bu yerda data ketmoqda do'stlar. Bu yerda 1-mart o'sha soni ancha kam aziz do'stlar. Bu quyidagi joyda o'sha 2-martga yaqinlashdik. Praktически hech qanday bu yerda harakat mavjud emas va mana oxirgi kunlarda o'sha hech kim yurgani yo'q. Bu ham hozir o'ziga qarab kirib ketadi. Neft narxi bu ketishda hozir $75 atrofida $100 ga chiqishi bejiz emas.